Do'stlar, shoshilmay turinglar. Bilasizlar, bunaqa variantlarimiz doim ham chiqavermaydi va mana bu narsani men hamma uylarga borganimda ham ko'ravermayman. Mana bu istara, mana bu fayz, mana bu osoyishtalik. Do'stlar, yaxshi niyatda uy olaman deb turgan do'stlarimizga eng kamida shunaqasidan nasib qilsin, kommentariyaga havas qilganlar nasib qilsin deb yozib ketdinglar. Yurakdan nasib qilsin. Do'stlar, biz uchurda O'sh shahridagi O'nadir massiv Kalelin 123 ta konechnisini oldidagi qabristonning oldidan kirganimizda 104 A ko'chasi 37-xonadonimiz va 6 sotilik hisobidan juda ham keng ko'rinishda va sizlar uchun ing'ayli joylari 6 sotilik uyimizni teng yarmidan bo'lib xohlasalar, uy tomonni xohlasalar pustoy 3 sotilik chekini ham bo'lib olsalar bo'lar ekan. Do'stlar, sveji holatda solingan yangi uylar va zamonaviy chiroyli hamma sharoitlari bilan zo'r uylarimiz hozir ko'rasizlar, o'zingizlar bitta baho berasizlar. Qani bismillah deb uyning ichiga kirib kelganimizda razmerlari uzun bo'lgan koridorimiz bizni kutib oladi va chap tomondagi mehmonxonadan boshlaylik. Razmerlari katta bo'lgan qo'noqtorni yuz o'tiruvchi mehmonxonamiz bo'lsa, uyimiz aylanasiga o'zimizni jaydari xommoshlardan mo'shni holatda solingan konditsionerlari va chiroyli sveji remontlari bilan va mana bu yerda cho'ngdordan отдельный yotoqxonasi, ya'ni spalni bo'lmasi joylashgan ekan va ayollar qiziqadigan osoyishta. Mana bu uyimizda bir haqiqatan boshqacha fayzni ko'ryapman. Kirsam bizga haqiqatan havas qilib yashagin keladigan oshxonamiz. Bu yerda asosiy jihozlar shu yerda qoladi deyapti. Kuxnilari, parda, poloslarigacha yangi holatda shu yerda qoldirsa, olgan odam ham kelib ko'p rasvot qilmasdan maza qilib yashab olsin deyapti. Mana bu yerda дополнительный mehmonxona deb aytdi, lekin men bu yerda detskiy xona deb o'ylayapman. Bolalarga ham отдельный detskiy xonani yaratib qo'ysa bo'laveradigan. Mana bu yerda chiroyli remontlari, hamma sharoitlari bilan общийda sanuzel bo'lmasi joylashgan ekan. Do'stlar, nima deysizlar? Pulga keladigan bo'lsa, bu uyning aytilish baholari $148 ming. Do'stlar, $148 ming dag'i sizlar uchun bu safar ozgina emas, yaxshigina kamlari bor deb chiqardik va uyimizni o'ng yon tomonimizda hattoki podval qismlarini ham ko'rsak bo'lar ekan va mana bu valishlari, mevali daraxtlar. Do'stlar, sizlar uchun tayyorlab qo'ygan juda ham katta, keng ko'rinishdagi ayoratda har xil mevalarni ko'rsanglar bo'lar ekan. Do'stlar, esim nomerlarini aytaylik, oshkamlarini so'ylashib olasizlar. 0777 89 77 77 0777 89 77 77. Do'stlar, shu nomerlarga yana qayli. Mana bu uyimizda yarim qismida nimalar joylashgan? Hojatxonasi, undan tashqari banyalarga, razdivalkalarga ham отдельный joylar tashalgan bo'lsa, bu yer hattoki tovuqxonalarga ham joylari, отдельный naveslari, orqa tomonda ko'mirxonalarini juda ham parajin holatda joylab qo'ygan ekan va tashqariga chiqib turib bu go'zal uyimiz adreslarini ham bir qator tanishib qo'yaylik. O'sholle O'sh birimga naprotiv joylashgan ko'chadan tuz bosib chiqsangiz 123 ta konechnisi bilasizlar. 123 ta konechnisini oldindagi Firdavs atindagi qabristonni hamma taniydi. Aynan qabristonni oldiga kelib turib, so'l joqdagi O'shulla ko'chaga kirib, so'l joqqa bo'lg'oni ikkinchi ko'chamiz, ya'ni ushbu duvolimiz mana bizga tegishli uyimiz bo'ladi. Chiqarimizda qabriston 123 konechnisi 800 metr to'g'ri yursanglar, O'sh birimga T bo'lib to'xtaydigan ushbu yaxshi lokatsiyadan toza suv, xullas svetlardan muammosi yo'q va gazlarga ham pullar yig'ilyapti. O'sha gazlar ham kelib qoladigan gaplari bor ekan va esim aytdim, bunda dokumentlardan hech qanaqasiga muammosi yo'q deyapti. Dag'i bersizlar kelib, doimgidek o'zingizlar tekshirib, do'stlar, boyaqilar nomerlarni cholib 148 mingdan yaxshigina kamini so'rab olinglar. Hammamizga ham nasib qilsin.